Assalomu alaykum qizlar. Bugun biz rahmatli Diloramxon buvijonimni ziyorat qilish uchun qabristonga keldik. Yumushga kirib, to'g'risi qabristonga hali kirmagan ekanman. Birinchi marta kirdim. Menda judayam g'alati tuyg'ular bo'ldi. Bir kun kelib biz ham shu yerga kelamiz deb o'yladim va bizda narigi dunyoga, boqiy dunyoga olib ketish uchun bir nima bormi deb o'yladim. To'g'risi qo'rqib ketdim bularni o'ylab. Oldin o'limdan qo'rqmagan bo'lsam, hozir qo'rqaman, chunki men ikkita farzandliman. Ikkita farzandni onasiman. Qo'limizda hamisha telefonga kirib ketgan hamma narsa fitna bo'lyotibdi. Ust-bosh, kiyim, kechak narsaga ruju qo'yganmiz. Bir kun kelib, keyin bizda na telefon, na kiyim-kechak, na o'sha dunyodagi narsalarimiz bo'ladi. Faqat Allohdan boshqa hech kim bo'lmas ekan yonimizda. Qaranglar qizlar. Alloh bilan shunaqa yolg'iz qolganimizda har bitta o'tqizgan bekorchi vaqtlarimizga nima deb javob beramiz qizlar? Bularni o'ylasam ko'nglim g'ashib ketadi. Iloyim hamma butun dunyodagi, foniy dunyodagi narsalardan kechib, boqiy dunyosini o'ylaydigan bo'lsa. Diloramxon buvijonimni qabrlariga kelib ziyoratlarimizni qilib oldik. Iloyim ruhlari shod bo'lsin, qabrlari nurga to'lsin.